Rossiyadan ish qidirib yurgan jigarlarga ishni zo'rini topib qo'ydim. Ishimiz Moskvaning sentrida jigarlar. Kommentariyada ish so'zini yozib qoldirsanglar, men sizlarga har kuni chiqadigan ishlarni, har kunlik to'laydigan ishlarni hammasini manzilini, ya'ni Telegram Max manzillarimizni tashab qo'yaman. O'sha joydan ham har kuni kuzatib tursanglar bo'ladi. Bugungi ishimiz Rossiyaning Moskva shahrini o'zida metro Azyornida bo'ladi. Kuniga 4000 so'mdan 6000 rublgacha. Bu degani O'zbek so'miga oladigan bo'lsa, kuniga 600 mingdan 900 ming, 1 milliongacha ishlab topish imkoniyatiga egasizlar. Daji 1,5 milliongacha ishlab topayotgan bolalar ham bor albatta. Videoni oxirigacha diqqat bilan ko'rsanglar, men ish haqida to'liq ma'lumot beraman. Undan keyin pastga chiqadigan nomerlarga srochna aloqaga chiqib qolasizlar. Videoga bitta like bosib, videoni musofirda ish qidirib yurgan jigarlarga tezda yuborib qo'yinglar. Rossiyada rubl kursi pasayib ketdi, ya'ni 144, 145 bo'lyapti. Endi bu vaziyatda Zuhriddin qanday yechim topsak bo'ladi deganlar uchun zo'r yechim topib qo'ydim. Buning uchun shunchaki kommentariyada silka orqali o'zingizga Play Market yoki App Storedan yubor ilovasini o'rnatib olsangiz, любой moment sizga yordam beradi. Ya'niki eng baland kurslarda mana shu yubor ilovasi hozirgi kunda barcha platformalardan eng yuqori kurslarni jo'natib, odamlarga manzur kelyapti. Shuning uchun eng yaxshi tanlov sizlarga taklif qilyapman, jigarlar. Sizlar ham tezda kommentariyadagi birinchi silka orqali yubor ilovasini o'zingizga o'rnatinglar va qulay kurslarda va baland kurslarda uyga pulni shaqalatib jo'nataverasizlar. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum jigarlar. Bugun bizda yana ishi zo'ri bor. Rossiyaning Moskva aynan metro Azyorniyada Skalatda kompyuter oshili kerak. 18 yoshdan 45 yoshgacha erkak ayol hammani ishga qabul qiladi. Daji dokument yo'q. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan yangi kelgan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol borasizlar, sizlarga dokumentga ham yordam beradi. Oldin yo'lkiraga ham yordam berardi. Endi bu отказ bo'ldi. Ayrim noinsof akalarimiz dastidan yo'lkira bergan, kelmagan, yo bo'lmasam yo'lkira berib kelib boshqa joyga ketib yorgan. Mana shunaqa noinsoflarni kommentariyada duo qilib qo'yinglar. Mana shular uchun endi qaytib yo'lkiraga pul ajratmaydi. Faqat kelasiz, o'zingiz yo'lkirangiz qilib va mana shu joyga mana nomerlarni qo'yaman, o'shalarga uchrab, bir hafta yoki 10 kun ishlaysiz, keyin o'sha ishlagan oyligingizni ustidan pul beradi. Dokument qilib, yana ofitsial ishlab ketaverasiz. Lekin dokument yo'q, suruvga o'tib ketgan akalarimizni ishga qabul qilmas ekan. Ishimiz chista объемga, mana skalatni ko'rib turibsizlar, mana shu ish jarayonlari, ya'ni skalada tezda yordamida tovar yig'iladi, opt bo'lishi shart emas, ish o'rgatiladi. Glavnisi sizda Moskva yoki Moskovskiy oblast patent bo'lishi shart. Yo bo'lmasam O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan yangi kelgan bo'lishingiz kerak. Patentingiz suruvga tugagan yoki reyestrda bo'ladigan bo'lsangiz, bu ishga qabul qilmaydi. Ishimiz 11 soat bo'yi yopiladi. Ya'ni объем kuniga 4000 dan 8000 rublgacha ishlab topish mumkin. Hop, soatiga pik qilasiz. O'sha 1 soatda qancha ko'p pik qilsangiz, bir kunda sizga shuncha ko'p soat yopib beradi. Bir kunda 24 soat yopayotgan bolalar bor. Bu 24 soat ishlaydi degani emas. 1 soatda o'sha 3 soatli ishni qiladigan bolalar bor-da, o'shanga ularga 1 soat ishlasam 3 soat yopiladi. Mana shunaqa. Sizlar noto'g'ri tushunmanglar. Ya'ni 24 soat ishlaydigan robotmi? Yo'q, u robot emas. Tez ishlagani uchun. Agar siz ham o'sha 2 soatli yoki 3 soatli ishni 1 soatda qilsangiz, sizga 3 soat bemalol yozaveradi. Soatiga o'shanda 350-370 rubldan tushadi. O'ylab ko'ryapsizlar, endi 1 soatda 3 soatli ish qiladigan odam 1 soatiga 1000 rubl topyapti jigarlar. Mana shunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik uchun tezda mana pastdagi raqamlar turibdi. Hoziroq aloqaga chiqasizlar, WhatsApp yoki Promo yoki Maxdan bemalol aloqaga chiqib, adresini olasizlar, borib joylashaverasizlar. Xo'p, yotoq joylariga keladigan bo'lsa, yotoq joylarimiz kvartira. Kvartirada Max, kvartirada Amina bilasizlar, registratsiya, ya'ni bu degani bepul. Xo'p, yotoq joyga oylikdan keyin ushlab qoladi. Yotog'i kvartira bepul emas ekan. O'shaning uchun oylikdan ushlab qoladi. Bu ham muammo emas. Pitaniyalarni o'zingizlar qilasizlar. Bu kompaniya chista sizlarga oylik beradi. O'sha 100 mingdan 300 ming rublgacha berishga tayyormiz deyapti. O'shaning uchun hamma narsani o'zingizlarga tayyor qilib olib, hamma narsa sharoitinglar bo'lsa, bemalol borib ishlasanglar bo'ladi. Xohlaylar qatnab ishlaylar, unisiga ham muammo yo'q. Endi yotoq joyi yo'qlarga o'sha joyi, ya'ni ishxonani oldan sizlarga kvartira topib beradi va kvartira pulini oylikdan keyin ushlab qolaveradi. Bu ham muammo emas jigarlar. Chunki bir oyda 200 ming, 250 ming topayotgan odam 50 ming rasxodga chiqayotgan taqdirda ham 200 ming pul qoladi. Uyiga kamida 2000 dollar yuboryapti, juda ham ko'p bolalar. Puli ishonchli, ruskiy firma aldamaydi jigarlar. Mana shunaqa gaplar. Xullas, men to'liq tushuntirib bera oldim degan umiddaman. O'zbekiston, Tojikistondan kelsa bo'ladi, faqat o'zingiz yo'l kira qilib kelasiz. Kelib joylashib ishni boshlayverasizlar. Mana shunaqa gaplar. Dokument yo'qlanish ishga qabul qilmaydi. Yana bu ish haqida kimga to'liq ma'lumotga kerak bo'lgansa, pastdagi nomerlarga hoziroq aloqaga chiqamiz. Albatta kommentariyada ish so'zini yozib qoldirish esdan chiqmasin, chunki men sizlarga zo'r kanallarimizni manzillarini
kommentariyada sizlarga tashab beraman. Sog' bo'linglar, omonlik, musofirda o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Videoni musofirdagi ish qidirib yurgan tanishlarga tezda yuborib qo'yamiz. Moskva, Moskovskiy oblast, Sankt-Peterburg shahrida yurgan aziz vatandoshlarimiz, agar sizga ishonchli deport zapret tekshirish, трудовой договор, uydimlini, SNILS, NN, registratsiya, qanday dokument hujjatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ishonchli inson qidirib yuribsizlarmi? Mana men sizlarga u insonni tavsiya qilaman. 10 yil ish stajiga ega, Avaz akamizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammasi ishonchli